Vrach kosmetolog sifatida холодный plazmani maslahat bermayman. Холодный plazmada o'sha kuydiriladi, ko'p hollarda juda ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Dog'lar ko'p qolgan ayollarimizda, ya'ni ukolsiz davolab beramiz degan yangi texnika chiqqan, o'shani ma'qullamayman. Keyin yana BB Glow degan narsa bor, tonalkani urib chiqiladi Dermapen bilan. Bu ham juda ham yomon, yuzingizni juda ham yomon ahvolga olib keladi. To'g'ri, bir oy davomida yuzingiz yaltirab turishi mumkin. Undan keyin bu yuzingizni u bloklab tashlaganlik hisobiga u sizda yuzingizni erta qarishiga, ajinlar tushishiga, porlar kattalab ketishiga sababchi bo'ladi. Men uni maslahat bermayman. Dermapen muolaja juda ham yaxshi muolaja, uni vitamin bilan qilinsa, lekin tonalka bilan qilinsa yo'q. Shunaqa muolaja bor-da kosmetologiyada. Hozir unaqa ko'p qilinmaydi, u hali ham bor. Yana bitta narsa, menga ko'p so'rashadi, ko'zim qovog'imni olib berasizmi? Yog'larimni olib berasizmi? Yo'q. Men ularga iltimos qilaman. Qizlar, men vrach kosmetolog, men xirurg emasman. Обязательно agar qovog'ingizni oldirmoqchi bo'lsangiz, xirurgga yondashing, kosmetologga emas. Biz ishimiz emas. Men o'shandan xafa bo'lib ketaman. Ya'ni har bir odam mutaxassis o'zini ishini qilsa, muammolar kelib chiqmaydi. Men juda ham ko'p ko'raman internetda, qo'rqmasdan kesishadi. Lekin biz ishimiz emas-da, bu xirurg ishi. Albatta hamma o'zini ishini qilsa, chiroyli bo'ladi.